Doim bahona qiladigan xodim. Xo'p, bunaqa xodimni agar doimiy odat shunaqa bo'lsa chopamiz. Xatosini tan olmaydigan xodim. Xatosini tan olmaydigan chopamiz. Ko'p harakat qiladi, o'rganish istagi bor, lekin tajriba yo'q. O'rgatamiz, harakat qilamiz, ish topib qolamiz. Muomalasi og'ir, lekin ishini juda zo'r bajaradi. Bunday xodimlarni korporativ madaniyatimizdan kelib chiqsak chopamiz. Ish vaqtiga doim kech qolib keladi. Ish vaqtiga doim kech qolib keladi. Doim deyapsiz, chopamiz. IELTS darajasi past, lekin o'quvchilarga darsni zo'r tushuntiradi. IELTS darajasini ko'tarsa bo'ladi, ish topib qolamiz. IELTS yuqori, bilim zo'r, maktab bitiruvchisi. Maktab bitiruvchisi. Xo'p, bola bilan ishlash kerak. Bola psixologiyasi, pedagogik mahorat birinchi o'rinda, bizning qadriyatimizga to'g'ri kelmaydi, daji ishga qabul qilmaydi. Kam gap, jamoaga uncha qo'shilmaydi, lekin ishini bilib qiladi, vazifalarni bajaradi. Bunaqa odamlar introvert bo'ladi, olib qolamiz. Ustozni o'zini IELTS baland, o'quvchilarning natijasi yo'q yoki past. Shans beramiz natijasini qilishga. Agar bo'lmasa chopamiz.